Assalomu alaykum, hurmatli qirg'izistonliklar. Biz Qorasuv rayoni Chang'aliq mana aila hukumatida ailada ushul uyda koridor bilan 6 ta komnatani stattirgan, parovoy отопление ulangan pechka hovuz bitdi. Hozir bir sira sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kirganda sol joqda. Bunda ablitsovka kirpişler kerak bo'lsa 0755 39 14 00. Komnataga kirganda koridor bunga qurilganda. Rahman aka o'chib turing, sizlar berib qo'ying. Girganda o'ng joqda pechka, pechkani bir sira bir chekdan suylash, nasos. Svet o'chib qolsa da ishlay turgan nasos, spetsialniy shunday nasos. 40 turboda, PPR turboda keldi. Obratga kirib ketdi. Podacha chiqdi. Mana ichida hop jonivor hozir jaqdik. 65 gacha tayin deb qoldi. 60 dan o'tdi, короче. Bu avtovozdux, взрывной клапан. Так, вытяжкасы bor. Shunda Buna vıçkan temiri açılıp çağılat. Tamak jasaganda açıp jasab bitgandan keyin javob qo'yadi. Shu mana vıçkanın mörüsü. Оборот ichkarida. 3 ta teshigi bor. Cho'ng lis. Mana 1 teshik, 2 teshik, 3 teshik. Mana vıçkasi mana. Mana rasta yana vıçka bo'ladi. Mana bunaqa chayn, mana bunaqa chayn. Ushul pechka turgan bir komnata. Mana orqa jag'iga отопление qo'yilgan yo'q, ikkinchi komnata. Mana cho'ng duxovkasi bor. Pastda ikkita, o'dasida ikkita mana tozalaytirgan vıçkasi nima? Очистной дверьlari bilan, eshiklari bilan. Odan keyin mana chiqqanda koridorda bitta. Rahman aka, Olar batareykalar qanday sifatadi? Shulab qo'ying aka. Batareykalar yaxshi sifatadi, issiq, qaynab, qo'l kuyib o'tadi. Bir koridor, mana detskiy qanday komnata aka bu? Detskiy. Detskiy yaxshi. Qanday sifatadi? Yaxshi. Issiq, qaynab, qo'l kuyib o'tadi. O'zi chaqqanga bir yarim soat bo'ldi. Chaqqaniga yarim soat oldu. Ikkita komnata cho'ng zal ekan. Ikkita batareya. Mana ikkita batareya. Turbalari ko'rinmaydi remontda. Batareyaga suylab qo'ying bir nima Rahman aka. Turbalari istashganda qoladi. Istashgan ostida qoladi. Podacha kirisha bilan kelgan. Podachasi kirishadi. Turbo voshim ko'rinmaydi remontdan keyin. Bu da dağı ekti. Bu baştalar buna. Buna gömülüp ketedi hazır. Buna turbo gömülüp. Şu padaça çıkıyor. Çağılıp ketedi. Turbo görünmüyor. Kaynağı atat bu. Ol büyüyüce. Büyüyüce atağı? Büyüyüce. Bayağı remonttan keyin pauçinega o'xshab turbolar bu yoqdan o'tib yurmaydi, ko'rinmaydi. Nastoящий euro remont oladi. Turbolar ko'rinmay, istashgan oldinda qoladi. Padachaning kirpishning orasiga kirib ketdi, duvalga. Shunda qancha komnata isitadi vaqtida Rahman aka? 1, 2, 3 komnat, 4 komnat. Pechkani o'zi bilan 5, koridori bilan 6 ta yerda isitadi. Koridorning 6. Adresni aytib qo'yib, biz tomosha qilmasmiz sosetlar aka. Pechka bitgandan keyin отделкадан keyin kova bilan juyib turib bir sira тонкий слой lak betsvetni lak berib qo'yadi, bo'ldi, bitdi. Vıçkalarni ko'rsatib qo'ying. Vıçkasi bular. Mana. Pol. Steyashga qo'yilib ko'tariladi pol. Shuni rasxati bor, mana kirpishlar. Mana buni nasos oldida slivnoy.
Köçege sırtqa chiqib ketdi. Если что tökkeni. Sistemani suvun tökkeni. Motor polun aslında kalat. Motor lük bo'lib qoladi. Svet o'chib qolsa da ishlay turgan spesialniy nasos. Bez bypass ishlaydi. Svet o'chib qolsa da aylanaveradi. Mana ki buradagilar suylab qo'yamiz buni. Vaqtida kelgan joyda turadi. Qaynayotadi pechkalar. Qo'l kuyib o'tadi.